Eram isib ketdi. Xoshashi tayyor bo'ladi. Misol opa. 21. Yigirma 7. Bo'ldi, keta qolaylik. Tikishga hech narsang qolmadi-yu. O'rtog'ingiz to'g'ri aytibdi. Yangi kelin ekansiz, yuzga bora qoling. Bo'p, tikishga ham hech narsangiz qolmadi-yu. Tikishga narsam bor. Onamda qolgan dur bor. Ona цветочный. Ona narsasiga tega olmaymiz. Bo'pti, men ketdim. Erimni tikaman. Erismi? Mana. Jinni bo'lganmisan sen ering tikasan? Shunday erkakni chesti bormi sani? U chakagini o'char. Nima qilaman, unaqa qulimsoyni na bir gul beradi, na bir meni boqadi. Shuncha payt hayotda meni tikkan etadi. Erimni tikaman. Sizning o'rgiling. Bunda gap katta. 29. Erim o'zimga qoldi. Ha? Maston opa? 30. Shashlidan. Yutug'imizni olib kelishga 12 da boramiz. Cho'miltirib tayyorlab qo'ying-a. Yaxshi borib keldingizmi onasi? Adasi sizni qimorga yutqizib qo'ydi. Nima? Cho'milganmidingiz? Erim olib ketgan keldinglarmi? Xo'liqmang. Birovni eriga qarab qo'ygan joyimiz yo'q. Mana qarang, bugundan keyinchi qimor o'ynab yurmang, hamma. O'rtog'ingizga rahmat deng. Qimori pulini to'lab eringiz olib qoldi. Yur. Hay? Shu uchun erni borida qadrlash kerak-ku. Har narsaga tikavermasdan. Erini tikaveradigan xotin menga kerak emas. Qani, yuring, Muhayyoxon. Dadasi.